Sizlarga sog'lom bo'linglar. Bizlar bugun bir kichkinagina ehsonimiz bor. Bir oila bir haftadan beri to'xtovsiz hamma Telegram, Instagram, telefon uyimgacha kelishibdi. 4 ta farzandlari bor. Juda ahvollari og'ir, rasmlarni hozir ko'rsataman. Chidab tura olmadim. Ozgina storage teksta reklamaning puli bor edi. Hozir 4 ta farzandlarga qishki kiyim oldik. Yetim bolajonlarga issiq kiyimlar. Onaxon, nima produktingiz yo'q? Yozib beringsa, mana yozganlarini qarang. Guruch, makaron, mosh, sariyog', kolbasa, sir, oqqand, zgushonka. Go'sht, yog', un, kartoshka, piyoz, sabzi, navara 12 yosh, 9 yosh, 5 yosh, 3 yosh, Nargiza deb o'zlarining nomlarini yozib berishibdi. Hozir boramiz. Onaxon navarlari ko'plagan zgushonka deb yozibdi deb o'zimizdan yoshimiz zgushonkani ko'p yedik. Mana shu zgushonka degan joylariga ataylab bir korobkasini hammasini olaman, chunki 4 ta yosh bolalari bor ekan. Do'konning nomidan, Lenta Uz do'kon ukami nomidan pechenyesi bonus bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa charchab qolmadingiz? Sog'lik yaxshimi? Ha, biz hozir sizga narsa olib keldik. Salom. Alloh, qalaysan? Sen chaqiring. Joninglar sog' bo'lsin. Buni hajiniki qo'ymasangiz bu yomon bo'lib qolishi mumkin. Hammasini qoplab olib kelganman. Buchini ham, bunini ham. Rahmat bo'lsin joninglar. Bolalarga anaqa tekshirillarni ham korobkalab olganmiz. Qishdan chiqib qolasiz bu yerda. Rahmat. Narsa bor bu. Mana biz bitta zgushonka deb yozgan ekansiz. Ha, mana bu yerda hozir hammasi kiyimlar olib keldik ishga. Bering, hozir buni topib kiyintiramiz hozir. Qaysi biri kimga kelganini bilmayman. Bering. Ana Roltonni o'zim yaxshi ko'raman, shuning uchun bir korobka olib qo'yib oldik, ko'proq. Bir korobka oldik Rolton sizlarga. Bizlar baxtiga sog'lom bo'linglar. Qo'ying. Mashlarni. Tambutda sariyog'lar bor, qazilar bor. Mana hurmatli do'stlar, shu onamiz iltimos qilib yozganlar, biz qo'ldan kelgancha bugun kechagi bitta reklamamiz pulni bugun shu ehsonga atadim. 4 ta farzandlarini kiyintirdik qishga. Bozorliklarni qazi-qartasigacha o'zimiz uyimizga dasturxonga qilgandaqa qildik. Nasib hammasini qoplab oldik, qishdan chiqib olasiz onaxon. Shuning uchun bir meni shogirdlarimni, musofirda yurgan ukalarimni, sportchi ukalarimni, Instagramdagi meni hamma do'stlarimni duo qiling. Ilohim tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, ota-onalar rohatinglarni ko'rsin. Uzoqdagi musofirliklar eson-omon yetib kelsin. Amin. Qolganlarga oltin oldirmasin. Amin. Allohim Alloh akbar. Davay.
juda ko'p kundan beri bizga juda xatlarni yozyapti. Xatlarni hozir skrinshot qilib qo'ysam, sizlar ham o'qib yig'lab olasizlar. Shuning uchun qo'ldan kelgancha 4 ta farzandimizni kiyintirib bering, hech bo'lmasa mana shu spiskadagi produktlarni olib kelib beringlar, azizjon deb bilasizlar yig'lab yozishgan. Qo'ldan kelgancha shu 1-2 oy, 3 oyga yetadigan qilib ko'p qilib narsalarni olishga harakat qildik. Shuning uchun hurmatli do'stlar, bilasizlar, bunaqa ishlarni qo'ldan kelgan kunimiz, vaqtimiz bo'lganda, sharoitimiz bo'lganda qilib turamiz. O'zi bir hafta oldin ham nogironlar kunida 200 ta nogironga dasturxon yozdik. Shuning uchun hammamizdan yaratgan rozi bo'lsin. Biz bu ishlarni bundan oldin ham qilib kelganmiz. Nasib qilgan bo'lsa, bundan keyin ham yaratgan qodir qilguncha qilib kelamiz. Yana bir marta aytaman, asli bu dunyoda berganimiz bizniki, olganimiz emas. Hammamizdan yaxshilik qoladi.